Azizlar, assalomu alaykum. Bugun yana bir yutuqlardan birini sizlarga aytib bermoqchi edim. O'qimaslik uchun yosh muammo emas, balki bu bir bahonadir degan doim shiorimiz bor. O'zimizda musulmonchiligimizda o'qi degani kabi oling ana ateistik taraflama oladigan bo'lganda ham o'qing a'lo bo'ling dono deydi-ku. O'shanday. Azizlar, bugun so'nggi kanikuldan, ta'tildan oldingi so'nggi imtihonimiz edi. Политический teoriya deydi. O'sha fandan oxirgi 28 bo'ladigan bo'lsa, oxirgi imtihonimiz bo'ldi bugun. Va qishki kanikulga chiqdik. Ajoyib ekan-da o'qish ham, jigar deydi-yu. Ya'ni 20-dekabrdan 22-dekabrdan biz zachotlarga, nimalarga chiqib ketdik. U yoqda ikkita zachot bo'ldi dekabr oyida va yanvar oyining 15-dan keyin imtihonlar boshlandi. Har 4 kunga imtihon qo'ygan va kelamiz 1 soat, yarim soatda topshiramiz, ketamiz. Shu bilan 28 bo'lib qoldi mana. Ya'ni 20-dekabrdan mana shu kungacha kelsak bir 4-5 marta keldik institutga. Qolgan hamma tarafda, hamma nimada bekarchi edik. Ya'ni biz ishladik, umuman bekorchilik bo'ldi. O'qimadik. Kimdir kitob o'qidi, kimdir ishladi. Biz musofirmiz, ishlaymiz. Va demoqchiman, qizig'i, bugun oxirgi imtihon bo'ladigan bo'lsa, eson-omon topshirdik va bir hafta bizga adashmasam 10 kun, ya'ni bir hafta ham emas, oshiq ekan. 9-fevralgacha bizga nima berdi? Kanikul berdi, ta'til. Sizlar dedi 3,5-4 oy qiynalib o'qidilaring dedi. Endi chiqinglar endi dedi. Shuning uchun o'qiyman deydigan odamlarga uni tashvishlantirib, enbalarni pulga yopasan yoki bo'lmasa pulsiz Rossiyaga ushlamaydi, boshqa deydigan odamlarga, ya'ni o'zi o'quvsiz va o'zi pul bilan yopgan odamlarning talqini bilasizlar. 1000 so'm bergan bo'lsa 10 ming berdim deb gapiradi. Yoki 3 ming berdim bo'lsa 30 ming men zachot yopdim deb gapirgan odamlarni eshitganmiz. Birinchi videolarimiz qilayotgan paytimizda aytgan, "Voy, siz ham aytaverasiz, tekin narsa yo'q. Mana o'zim Saratovni bitirganman, Politexni bitirganman, uni bitirganman, bu bitirganman" deb odamlar o'zimga ham qanchasi yozdi. Bitirganmi, yo'qmi gumon. Yilizni jo'nating, qaysi kursdaligini jo'nating desa, hamma bilasizlar, yozish bo'lganda, xet qilganda yozilaveradi. Xullas, kimdir Moskvani, kimdir boshqani, Moskvada ham mana bitirayotgan ukalarimiz bor. O'zbekistonga borib, ular ham yuridistikani bitiryapti. Indamay ishlaydi. Kecha dadalar bilan gaplashdim. Farzandlaringiz ikkalasi ham bitirdi dedi. Bitiradi bu yil dedi va O'zbekistonga ishlashga, o'zimizda ishlashga ketadi. Shuningdek, voqea nima bo'ldi? Bilganingizda 2-kursman. 38 yoshga kiraman yaqinda inshaalloh. Va oxirgi politteoriya darsimizda men bir ikkita qoldirib qo'ygan joyim bor edi. Keyin o'qituvchi menga sen ikkita savolga javob berasan va boshqalarga bittadan savol beraman dedi. Ya'ni o'zlaring dedi, eng oxirgi bo'lgani uchun, o'sha 2-kurs bo'lgani uchun o'sha o'qituvchilar sizni qanaqa o'qishingizni biladi-da. Ana bilet tortishingiz, boshqani hamma xohlagancha imtihon o'tadi. Ustoz nima dedi? Ustozimiz endi. U mendan yoshi. Ustoz aytdiki, malaka deymiz-ku. Hamma dedi, politteoriya bo'yicha kim nimani o'tgan bo'lsa, shu 17 ta darsimizda dedi, kim nimani tushungan bo'lsa dedi, o'sha bitta narsani, bitta paragraf, bitta darslikni shunday aytib bersin menga dedi. Lekin bir-biringdan har xil dedi. Nechta bo'lsalar, hamma bitta tema olinglarda o'zlaring miyalaringda. Hech qanaqa varaq-saraq, telefon yig'ishtirib qo'ydik. Imtihon qanday o'tdi? Shunaqa chiroyli o'tdi-da. Mana boshqalarda bilet tortdik, boshqa qildik, savol-javob bo'ldi. Yozdik. Ammo bunisida men dedi boshqacha o'taman dedi. Bo'ldi dedik. Tayyormisizlar dedi, tayyorman dedi. Lekin dedi, Eldor dedi, senga dedi bir ikkita qoldirgan joying bor ekan, enbani men chiqib gapirib bermagan joyim bor edi. Kursovoy dedi, kursovoyni ham ko'rsatmading dedi. Men aytdim, kursovoyman dedim, tayyor dedim. Tayyor dedim. Kursovoy yilning oxiriga berishimiz kerak, ya'ni mayga berishimiz kerak. Men o'sha tayyorlab qo'ydim. Men aytdim, ana dedim, har oy borib отчет qilib, bunda kursovoy yerga yozsam bo'ladimi, u qilsam bo'ladimi deb o'ylayman dedim. Sirazu yozib tashlab qo'ya qolay dedim. Qiynamang meni dedim. Shunga tayyormi dedi. Tayyor dedim. Mana dedim. Bo'ldi dedi. Unda dedi, u yaxshi plus dedi.
kelgan vaqtida kelganman. Men darslarga qatnashganman, yozganman, boshqa qilganman va tushunishim bor. Politteoriya. Shunga o'qiyapmiz o'zi. Va o'zing bitta tema tanla dedi. Bo'ldi dedim, absolut monarxiya dedim. Srazu. Nega dedim. Chunki dedim haligi kursovoyim absolut monarxiya haqida-da. Kursov yozdim absolut monarxiya haqida. Nimalar Saudiya Arabiston nima davlatlar bor-ku. Shu haqida hamma, xullas. Bruney degan davlat bor-ku, adashmasam. Keyin kuldi. Endi xatirlik qilyapsiz-da. Bu yerda siz ham kursov yozgan shu temani yoddan bilasiz. Aytib berasiz. Bo'ldi-da, siz bitta tema yeysiz. Keyin boshqalarga aytib, absolut teoriyani dedi, absolut monarxiyani yillar oldi dedi. Yana bitta totalitarizm nima? Shu savolga javob bersang dedi, shu mavzuni menga ochiqlab bersang dedi. Bo'lib ketaverasan dedi. Men aytdim, men sirasiz chiqishim mumkin dedim, sirasiz javob berishim mumkin, lekin dedim oxirigacha o'tiray dedim. Chunki boshqalarimizni ham bilasiz, sizdan boshqa bu temani hech kim aytmaydi. Boshqalarni dedim eshitay dedim. Hamma kursdoshlarni baribir birga chiqib ketamiz dedim. Endi oxirroqda ketaman dedim. Bo'ldi, gap yo'q dedi. Bolalar tap savollarga kimdir demokratiyani oldi, kimdir polittexnolog nimasini oldi, kimdir respublika, xullas hamma har xil mavzularni o'zining salohiyati yetgan mavzularga chiqdi-da gapirib beryapti. Oldin o'tirib gapirib beryapti. O'qituvchi savol beradi, qo'shimcha savol beradi, u qilyapti, bu qilyapti va o'zining to'rini, o'zining beshini olib ketyapti. Chunki kelgani bor, davomadi bor. Kursovoyni yarmigacha qilib bo'lgan va kursovoyda bir semestrda yarmini qilish kerak, ikkinchi semestrda tugatish kerak-da, mayda berish kerak. Biz endi srazu tayyorladik. Shu bilan hammasi 5 larni oldi, 4 larni oldi. Oxiri menga keldi, men aytdim, mana absolut monarxiya, o'zim kursovoyim. Shunaqa misol keltirish kerak. Absolut monarxiyani teoriyasini aytib berish kerak, nimaligini, boshqasini. Va misol keltirdim, Saudiya Arabiya dedim, yana hozirgi zamonaviy o'zlarini respublika deb atagan monarxiyalar, qo'shtirnoqchadagi monarxiyalar haqida ham forma правленияni tushuntirib berdim. To'g'ri dedi, to'g'ri. Keyin totalitarizmni gapirib berdik. Kuldi. Men dedi, sen kelmaganingda bir ikki marta qoldirganingda men shu qoldirgan temalaringdan bergan edim dedi. Ha, men aytdim. Endi o'qiyapsiz-da, biz o'z shunga o'qiyapmiz. Yoshimiz ham to'g'ri, tem bo'lib. Bo'ldi dedi. 5 kerak emas dedim. Nega dedi. Endi 5 kerak emas, 4 qo'ying dedim. Stop dedim. O'zim bilimdan bilaman dedim. 5 olib nima qilib ketmay dedim. Bo'ldi, gap yo'q dedi. 4 qo'ydi va aytayapti. Savol javoblarimiz yaxshi bo'ldi. Hammangizga rahmat, bir-birimizga rahmat aytib chiqdik. Demoqchiman azizlar. Bu gaplarimni hammasini xulosa qiladigan bo'lsak, o'qish hech narsa emas aslida. Beriladi bitta darsdan 20 ta tema где-то o'tiladi. Bitta darsdan. O'zi ko'p temalar. Endi основной 20 ta temaga jam qiladi va 20 ta temani, masalan, biz davlatchilikda o'rganamiz, 20 ta davlatchilik temasini o'rganadi. Endi 20 tagina deyilganda, masalan, monarxiya haqida gapirilganda, monarxiyaning turlari, boshqalar bir darsda ochiqlaydi. Polni ochiqlaydi. Eskidan bitta darsda masalan parlament haqida gapiriladi. Parlamentlar boshqa. Bitta darsda respublikanskiy boshqarishlar. Shunaqa har xil kimlar va Max Weberlar, Montesquieular, boshqalarni nima deb izoh qoldirganlar va zamonaviy hozirgi zamondagi targ'ib qilayotgan odamlar haqida gapirilib, tushuntirish beriladi. Va men o'zim temamni aytayapman. Agar shu temaga qiziqadigan bo'lsangiz, siz javob berish osonroq bo'ladi. Agar ximiya biologiyaga topshiradigan bo'lsangiz yoki yuragingizda olov yonib turgan bo'lsa, mexmatika, matematikaga, fizikaga qiziqsangiz, mexmatika kirsangiz, yoki bo'lmasa astronomiyaga kirsangiz, yoki bo'lmasa raketa stroyeniya, dron stroyeniyalar bor hozir. Biz aytamiz-ku, bizda shunaqa qilishimiz kerak, qani dronlar qurishimiz kerak, bu qurishimiz kerak deb. O'shalarga institutsionalni yondoshib, qandaydir bir odamlar patriotni internetda qilmay, o'sha temalar bo'yicha yondoshsak, yoshlar ayniqsa. Endi biz mana o'tirib gavs taqib, siyosat bunday deydigan bo'lamiz menimcha. Endi astronomiya nimalarga sal yoshimiz uje kelyapti. Yoshlarga aytadiganim, shunaqa narsalarga qiziqadiganlar ko'zini yumib, mana bu oxirgi
va hozir kelajakdagi 5-7 yil, uzog'i bilan 10 yil dunyo bo'yicha universitetlarni saqlab qolish darajasi o'sha 5 yildan 10 yilgacha. Undan uyog'iga kapitalizmning eng katta asorati boshlanadi. Buni politexnologlar, umuman politologlar, umuman sotsiologlar hammasi yondoshib aytyaptiki, chunki butun dunyoning universitetlari uprashonka qilishni boshladi. Distansionni chiqishni boshladi. Bu odamlarni aqlsizlantirishga olib kelyapti. Juda shunday maktablarda uprashonni qilib tashadi. Ya'ni qiyin ko'rinadi, lekin qarab qarasangiz u sizga kerak emas narsalar o'tiladi. Основной gumanitarda hatto kerakli narsalarda o'tishlar sekin-sekin kamayib boradi. Va bu faqat izbirni odamlar, tanlangan odamlar pulli joylarda o'qishga olib keladi. Ming rivojlangan davlatlarda bo'lsa ham. Oddiy odamlar esa boyaga tupoylik bo'yicha qolib ketadigan darajada tushiradigan qiladi. Ya'ni kollej, texnikumlar, boshqalar rivojlanadi. Ya'ni universitetni bitiradigan odamlar kamayishni boshlaydi. Bu degani hozir 5 yil, 10 yil vaqtingiz bor. Shuni ushlab qoladigan. Qo'yish kerak hamma narsani. Katta siyosatni ham qo'yish kerak, boshqani ham qo'yish kerak. Qaysi davlatning universiteti sizga yaqin bo'lsa, Qozog'istondamisiz? Qirg'izistondamisiz? Chet eldamisiz? Rossiyadamisiz? Mana men Rossiyada bo'lganim uchun aytayotganim, katta, juda keng universitetlari juda ko'p va hali 10 yil, 15 yilda bu hazm ola olmaydi birdaniga. Ya'ni shu darajada darslarni osonlashtirib tashlayaptiki, bu ketishda professorlar aytayapti. 10 yilda hozirgi olayotgan sizlarning bilimlaring 10 yildan keyin xuddi shu bilimni olmaydi odamlar deyapti. Tasavvur qiling. Va biz ham 15-20 yil avvalgi odamlardan ko'ra bilimni soyozroq olishni boshlaganmiz. Hozir bizning bilimimiz 15 yil avvalgi odamlardan soyoz olinyapti. Endi Sovet paytdagidan ko'ra vobshe. Shuning uchun hozirgi kimning vaqti bo'lsa, kimning iloji bo'lsa, ayoli bo'ladimi, eri agar harakatda bo'ladigan bo'lsa, choyxonani, boshqa narsalar yig'ishtirib 5 yil, 6 yil ishlasa emas. Kerak bo'lsa farzandlaringiz uchun ham hozir siz o'qisangiz, ertaga farzandlaringiz o'shanday narsalarga aldanib qolsa, masalan, shu to'g'ri yo'lga yo'naltiradigan ham o'zingizsiz. Va albatta biz dunyo jumhuriyatimizda, dunyo arenasida faqat migrant to'plaguvchi, migrant jo'natguvchi bo'lib qolmaylik va biz haqiqatdan o'qishga harakat qilaylik. Diplom olib tashab qo'yganman degan narsani yig'ishtirib, haqiqatdan diplom uchun, faqat diplom uchun deganda o'qishi va o'sha diplomni ishlatishni o'rganaylik. Va o'sha diplomingiz kerak bo'lsa, bir kun emas bir kun asqotadi. Sizga bo'lmasa, sizning farzandlaringizga asqotadi. Tong ma'noda ham, tom ma'noda ham, pryamoy ma'noda ham. Qaysi davlatga bitirishingizga qarab. Shuning uchun azizlar, bu video lavhamiz, universitet haqidagi video lavhamiz. Universitetga kirish juda oson. 14 minut gapirib olibman. Tekin, hech qanaqa pullarga, nostrifikatsiya, pastrifikatsiya hech narsaga ishonmang. O'zingiz shunday topshiring, onlayn orqali topshiring, Goslug orqali topshiring. Juda ko'p videolarim bor. O'zingiz topshiring. Mana siz meni ko'rib turganingizdek, mana shu telefonim orqasida hech kim ko'rmaydi. Hech kim ko'rmaydi. Sizga kim yordam berdi, kim boshqa qildi. Lifehacklar aytyapman. Anglaguvchi aql egalari uchun bu tushunarli bo'lishi kerak. Va siz mana shunday onlaynda topshirasiz. Dars ekzamenni onlayn topshiraman desangiz, offlayn topshiraman desangiz, o'zingiz fiziki qadimgidek kelib topshirasiz universitetga. Lekin onlayn topshiraman desangiz, mana shunday notebookdan yoki planshetdan boshqa narsadan topshirasiz, kamerasini yoqib qo'yadi, boshqa qiladi. Звучит qilishingiz mumkin. Masalan, Yevropaga oynani kim ochgan? Qaysi podshoh ochgan desa, masalan, Pyotr I. Masalan, o'qiyapsiz.
Taglisini ham tagida 3 ta nimani yozish kerak. Aleksandrmi, Nikolaymi, Pyotr birmi? Tushunyapsizmi? Aks sadolar sizga yordam beradi. Tushunguvchilar uchun. Endi o'qishga kirib oldingiz. Perevod pasport, perevod diplom. Bo'ldi. Shuni PDF faylni skachat qilib nima registratsiya qilasiz. Iyul oyida. Qarabsizki, topshirib qo'ying. Sizdan nima ketdi? Yoshingiz qaysida? 60 ga kirmaysizmi? 78 yoshli otaxon topshirdi Checheniyada. 68 yoshlimi Tataristonda topshirdi. 72 yoshli bir ayol topshirdi. To'g'ri, ular o'zi uchun для души deydi-ku, o'qimoqchi. Ammo o'sha sizda ham vaqtingiz kelib qoldi, boshqa qildi. Agar universitetni bitirgan bo'lsangiz, nimaga topshiring? Magistraturaga topshiring. Bo'lmasa aspiranturaga topshiring. Nostrifikatsiya masalasini ham aytib o'tay. Nostrifikatsiya masalasi diplomlar, kollej diplomlarining nostrifikatsiyasini siz universitetga o'qishga kirganingizdan so'ng universitetda международный отдел orqali 6000 dan 10000 rubl atrofiga Moskvaga jo'natib o'z universitetingiz qildirib beradi yoki o'zingiz qilasiz. O'qishga kirishadiganlarning eng katta laxatroni shu asosan pulni oladigani 1,5-2 dollar oladigan nostrifikatsiya uchun. Mayli omadini bersin, qandaydir lo'qlar qoldiradigan bo'lsa. Lekin o'zingiz agar nostrifikatsiya saytiga kirsangiz ham Moskva orqali 6000 dan 10000 rublgacha shunaqa agar yana bu yil oshmagan bo'lsa 15000 bo'lar. O'zingiz to'lov qilib diplomingizni nostrifikatsiya qila olasiz. Qarabsizki, vola, nostrifikatsiyaga vaqtingiz bor iyulgacha. Agar siz yana bir layfhak O'zbekistonda 9 da bitirgan bo'lsangiz, qo'lingizda kollej diplomi yo'q, Moskvaga ketib qolgansiz shu paytlarda. Bo'ldi, 9 da bitirgansiz. Qanday kirishim mumkin deydigan bo'lsangiz, o'zingizni o'qigan maktabingizga borasiz. Mana hali erta, hali maygacha bor. Hujjatini taxlaysizda aytasiz. Eksternat bo'lib topshiraman. Ekstern degan sizga 11-sinf attestatini imtihonlarni o'tasiz 11-sinflar bilan va sizga ekstern degan 11-sinfning attestatini beradi, shahodatnomasini. Shu orqali keyin universitetga kirasiz. Attestat kollej diplomidan ko'ra yaxshiroq. Nostrifikatsiya demaysiz shunday. Perevod qilasiz, o'tib ketasiz. Va O'zbekistonning notarius orqali perevod qilganingiz ham o'tadi o'qishga kirishingiz uchun. O'sha yerda общежитияni qilasiz, o'sha yerda xullas hamallasiz bo'ladi. Azizlar, videomiz 20 minutga yaqinlashib qolyapti. O'zingiz bilasiz nima qilishdi, nima qo'yishdi. Shunda ham biz sizlarga layfhak ko'ra aytib o'tayapmiz, azizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.